qiziqchi gapiradi yoddan, monologlar gapiradi. Masxaraboz, haligi masxaraboz. Lofchi bor, qiziqchilikda, kulguda 40 dan ziyod yo'nalish bor og'aynilar. Bularning ichida eng nozigi, eng nafisi va eng qiyini bu askarchilik san'ati. Mana shu san'atning vakili ustozimiz Abdulla Akbarovni to'ng'ich shogirdlaridan Anvarjon Ne'mataliyevni qarshi chalib qo'yasizlar. Anvar aka, rahmat kelganingiz uchun. Baribir ulug' insonsizda, ulug' insonsiz. Sizni ko'rgandan ruhlar tetiklashib, qarsak bo'lib qo'ysam mayli, qarsak. Ruhiyatlar tetiklashib, kayfiyatlar ko'tariladi. Boshqani qo'ying. Aka, sizni ko'rib meniki ham ko'tarildi. Kulyapsizlar. O'zi chiqib turib kim qo'l uzatganda sezmadingizmi? Nimani? Bir tekizib qo'yay dedi unda meni. O'shaning ko'tardi. Sizni meni ko'rib, sizniki ko'tariladimi? Kayfiyatingiz. Kayfiyatim. Ha shuna dengda. Sizni ko'rib mayda 4000 tasiniki ko'tarilyapti. Kayfiyati. Salomat bo'ling. Men kelasizmi yo'qmi deb xavotir bo'ldim-da, to'g'risi. Telefon qilsam, o'g'lingiz olib qoldi. Dadangiz borlarmi? Kelmoqchi edi desam, ha, kelmoqchi edi. Ayamga aytuvdi, ayam men ham boraman dedi. Er xotin ikkovi janjallashib qolib, ayam arazlab ketib qoldi. Ayam ketishdan oldin jinni xamir qilib qo'ygan ekan. Ana endi dadam sarson umrida xamirga ishi tushmagan. U yoqdan baqa o'tadi, bu yoqdan baqa o'tadi. Yopishdi-ku bir narsa qilib olaman, chiqib birontaga yasatib kelay deydi. Askiya men shu o'tirib kulinglar-da. Kulinglar-da. Aksiya qilyapsiz. Harakat qilyapman. Yoshlikdan o'rganganmiz. Non yasashdi. Tak. Yasash qo'ldan kelaveradi. Tak. Haqiqat xamir qilib qo'ygan ekan, o'ylandim, yasasam yasab olaman-u deb, qarasam tandir sal nobob bo'lib qolibdi. Bironta yaxshiroq qo'shnisi tandiri bormikin deb tandiroqdan chiqib ketdi. Bir askarchining o'zini ohangi borda, qarang. Menikicha endi qo'shniniki bo'lsa hushyor bo'lasiz. Nimaga? Har xil tandir har xil bo'ladi. Qo'shniniki katta bo'lsa, non yopaman deb yana kirib ketib qolmang. Men sizga aytdim-ku. Urganib qolganmizda. Tandir haqiqatda har xil bo'ladi. Bunisiga yopib ko'rishdan oldin sal o'zimizni ehtiyot qilib bir ko'sovni tiqib ko'raman. Ko'sovga ishonmang aka, u cho'pak. Unga ishonavermang. Tandir agar tobiga kelmagan bo'lsa, noningiz pishmay qoladi. O'tib ketib qolsa, non tashlaydi. Shuning uchun o'zingizga ishonavermasdan yopishtir oldin tandiringizni bitta-bittaga ko'rsatib oling. Mutaxassisga. Ammo to'g'ri aytdingiz. Ozgina o'ti past bo'lsa, pishmay qoladi. Ozgina ko'tarilib ketib qolsa, tashlab oladi. To'g'ri aytdingiz. Men ham ancha bu sohada o'zimda mukammalligim bor. O't past bo'lsa, chichi o't qo'yib olaman. Momoda qizib ketgan bo'lsa, bitta lattani suvga pishib, bir aylantirib tovuni olaman. Anvarjon Ne'mataliyevga olqishlaringiz. Rahmat, xursand bo'ldim ortiqali. Rahmat. Bahoriy kayfiyat. Haqiqatdan ham insonga birinchi o'rinda kayfiyat bilan salomatlik kerak. Salomat bo'ling. Siz bor ekansiz, mana shuncha insonni ko'nglini ko'tarib, mana bahor bayramiga kirishdan oldin kayfiyatlarni ko'tarib, chiroyli kishiga kulgi baxsh etmoq bir botmon qanddan bilgin yaxshiroq deydi. Qand yemasdan bir kulsa, ikki botmon qand yegandek bo'ladi. Ilohim, mana shuniz yo'qolmasin. Muxlislarga rahmat. Bahoriy kayfiyat hali she'r o'qidi bolalaringiz. Bu bahor ilhom faslida o'zi. Shunday. Ilhom kelib qoldi shu o'tirgan joyimda. Qani? To'rtlik yozib qo'ydim. Qani? Bahoriy kayfiyat kimga qanday ta'sir qiladi dedingiz-a? Shunday, shunga aytdim. Bahoriy kayfiyat taksisda bo'lsa, chiqqan mijoziga kulib qaraydi. Tirikchilik deb hatto kulib turib qaynasidan ham pulun so'raydi. Salomat bo'ling, olqishlar bilan. Rahmat kelganingiz uchun. Borlaringga shukr. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat. Men esa vaqtni yo'qotmasdan yana bir ajoyib xonanda qizimizni, el ardog'idagi xonandamiz. Meni do'stim, men ham bu qizni muxlisiman. Kutib oling, Dildora Niyozova.
Dildoraxon so'rashib olasiz. Keyin Latatron yoniga kelasiz. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Yurt tinch bo'lsa mana shunaqangi bayramlar, konsertlar, to'ylar bo'lar ekan. Yurtimiz tinch bo'lsin, tani jonlaringiz sog' bo'lsin, hech qachon mehr oqibat yo'qolmasin, bolalarimiz baxtli bo'lsin. Salomat bo'ling, olqishlar bilan. Dildoraxon keling. Mana men aylantirib tayyorlab qo'ydim, o'zingiz bitta olib berasiz. Olib berasiz. Diqqat! Hamma qo'lidagi biletiga qaraydi. Xo'sh. 18-qator 29-chi. 18-29. Demak, 18-29 hamda 12-57. Mana 12 57 qara 18-29. Dildora Niyozovani shaxsan qo'llaridan. Marhamat, lidermendan oilaviy parfumeriya olqishlar bilan Tabriklayman chin qalbimdan. ikkinchisi 18-29 shunarni ber kraskasidan. Assalomu alaykum. Salomat bo'linglar. Tabriklayman, muborak bo'lsin. Dildora Niyozovadan bir jup chiroyli qo'shiq. Marhamat. Davom etamiz. Yurakda o'ti borlar.
ko'rsatgan artist sevimli xonandamiz Hosila Rahimovadan bir juft qo'shiq. Marhamat. Senga ochiq qilasan, qizg'on. Sen ochilib bilan o'tiringlar, ochilib. Chiqqan paytingda yana ham chiroyli bo'lasan.